Do'stlar, mana 2 oy deganda provolkamizda Jasik provolka olgan edim, 15 kilolik, 20 kilolik mana tayyordi provolkasidan qo'yib oldik do'stlar. Xudo xolasa ish qilyapmiz. Bitta tushunmaganroq usta yozibdi-da, endi u mana bu apparatdan ko'ra $300 ga elektrodda ishlasa u yaxshiroq, pulni isrof qilish to'da-suda. Bu narsani u tushungan odam oladi. Buni har kim olavermaydi. Bu misol uchun qimmat instrument boshqa ishni sifatli qiladi, unumli qiladi, tez qiladi, shirak chiqarmaydi. Ham elektroddan ko'ra buni ushlashi jo'stkiyroq bo'ladi-da. Endi buni ko'pchilik tushunmaydi. Bu narsa nima deydi? Kurtoy instrumentda, endi to'g'ri, buni ustiga yana $500 qo'shadigan bo'lsa, kerak bo'lsa hozir mashinalar narxi tushib qoldi. Mashina ham beradi-da, misol uchun $1000 atrofiga chiqadi. Mana bu gaz balon, uglekislota, aravachasi, endi aravachasi bonusga keldi. Mana shu bir to'kurni ustaxonani gullataveradi mana shu apparatda, misol uchun. Buni tushunmagan odam har xil deb kommentariyaga yozib tashlagan, boshqa qilgan, endi jahlim ham chiqqani yo'q, prosta tushunmaydi ko'pchilik.